Xullas, yarim kilo osh aytib qo'ydim. Ustiga qazilari bilan bedana. Sizlarning qilgan ishlaring yo'qmi? Nima o'tiribsizlar ish qilmasdan? To'xting. To'g'ri. Men sizni ishchingiz emas, meni boshlig'imsiz. Lekin bularning boshlig'i menman. Bularga unaqa gapirilmaydi, so'kilmaydi. Tor hokizlar ekonim. Nima qilib o'tirishsan bitta pashaqora, ba? Ishing yo'q, meni yangi kolleksiyalarni ishlaysanmi, aykovi? O'tirishda bitta ish yo'qda. Paket хочете? Да. Rus tilini вообще zo'r gapirib o'ryapman. Ish o'ryapman. Сдачи дайте. Dadu. Zo'r o'qigan ekanman, rus tilidan kaymaydi. Dadu. Здравствуйте. Добро пожаловать. Что делать? Mana rosa ish topildi bizga. Xullas o'zim ishlab turmagan, mana ishda birinchi marta qo'l urib. Buni bitta Ishcha boshimga hangib o'tiribman. Buni ham qo'shasizlarmi? Qaranglar, asl adres matolari, toza matolar. Buni birinchi darajasiga olib chiqishimiz kerak. To'g'risi, jichcha o'zim ham o'ylayapman. Biz uchun birinchi yo'nalish, Xudo xolasa Alloh xayrli qilsin, barakotli qilsin, ilohim. Butun O'zbekistonga tanilib ketsin. Geliyor! Geliyor! Son 2, 3, 4. सुना 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 लो सुना सुना है लाई लाई लो सुना 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 लो सुना सुना है कि नहीं छयो पहाड़ मां दुख बाहेक जन एक दिन चली जादू छा रुओ दे सबको मन सबलाई बिना दी दे रुओ दे सबको मन साथी भाई Mana sizning meshagingiz. Siz nima meni ustimdan kulyapsizmi? Menejeringizni chaqiring menga. Hurmatli mijoz, birorta kamchilik bormi? Nima bu? Hammasi joyida. Bu mendan sizlarga sovg'a. Yo'q, ichavermadingiz-da, rosa shirin bo'ldi-da. Mayli, o'zi bilan oltirib kelar. Rosa shirin bo'ldi. Xolos. Tik olyapman mana. Yaxshi. Tabriklayman o'rtoqlar. Yana bitta retseptimiz olindi. Xurshid opa, tabriklayman. Bugun va nihoyat 3 tagina video oldik. Zato sifatli. Zato sifatli. Ko'ryapsizlarmi qanaqa biz zona qildik? Mana yo'q, joydan shunaqa zona yaratdik. Alo? Qachon pul eshitding? Qachon? Hozir. Nimaga? O'sha kartamdan nimadir oldingmi pul yechib? Kim? Sen. Nimaman? Qayerdasan? Uyda? Uxlayapman, Ha, hozir kelaman. Nimaga? Uyga? Nimaga uyga? Qayerga borishim kerak? Bilmayman. Bo'pti. Nima bo'pti? Boring.
hozir uzr. Mashhur bu. Klientni go'l haqida deysizmi? Rostdan bu mebellar turetskiymi? Go'laqi. 100 marta aytdim senga, bizim mebellarimiz turetskiy original deb, Turkiyaniki, Turkiyadan primoy keladi. Voyo, men unga chiroyli qilib tushuntirib, aniqlashtirib oldim. Go'laqimisiz deb so'radim, xolos. Ha, yo'q, go'l haqimisiz deb so'rabdilar, xolos. Siz go'l haqidasiz-ku? Uka, zdachasi qolib ketibdi. Choyni tort bilan yeyman. Xo'sh. Rahmat. Pas tashab ketsa bo'laverardi shu pulini. Opa, men iftorda choy-foy olib icharsiz desa bo'lardi. Yana Eronda gilomini olganiga o'laymi buni? Opa, вообще-то eshityapman. Eshitasan-da, surpadey qulog'ing bo'lgandan keyin. Eshitgin deb aytyapman. Pas. Quyosh botishini qanday qilib videoga olish kerak? Yo'q, bunday qilib emas. To'g'ri olishni hozir o'rgataman. Chap tomondan ekspozitsiyani -1.7 ga tushiramiz. Va kamerani 4x rejimiga o'tkazamiz. Yengil oblot harakat bilan syomka qilamiz. Shuningdek, 2x rejimida ham olishingiz mumkin. Natijani ko'ramiz. Menga obuna bo'lib, videoni saqlab olishni unutmang. Sonarsın nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerimle bakıp da her şeyi anlatsalar. Ahora puro placer de explotar, ahora sí me llevo a la corriente. Ya no puedo dormir ni comer. Tú recuerdas que era todo así como un niño y tú cambias que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de no tienes Olamiz serial. Sizlar davom etdingiz.